O'zbekiston Superligasida navbatdagi iste'fo. Andijon klubi bosh murabbiyi Samvel Babayan Andijon jamoasidan ketdi. Bu haqida u OKMK bilan o'yindan keyin tashkil qilingan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Samvel Babayanning Andijondagi faoliyatini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Rahbariyat bilan gaplashdik va jamoani boshqasi boshqarishi kerak. Men va mening murabbiylar shtabim iste'foga chiqamiz. Fursatdan foydalanib Andijon klubiga omad tilaymiz. Birinchi navbatda vaziyatni o'nglanishini xohlayman. Chempionatda va kubokda yaxshi natijalarni qo'lga kiritishni tilab qolaman. Shuningdek, maksimal darajada kurashgan futbolchilarni ham e'tirof etaman. E'tirozim yo'q. Ular qo'llaridan kelgancha ishni qilishdi. Jamoaning keyingi faoliyatiga omad tilayman. Barcha muxlislarga jamoamizni to'xtamay qo'llab-quvvatlab turishgani uchun katta rahmat. Bu yerda ishimizni boshidan to shu kungacha mehnatimizni qadrlab, olqishlagani uchun ishqibozlardan minnatdorman. Nodir To'ychiyevga alohida rahmat. U jamoani uzluksiz qo'llamoqda. Uning boshchiligida fan klub mamlakatimizdagi eng zo'ri va alohida rahmat. Bunday muxlislar ko'p narsaga loyiq. Hammaga rahmat. O'ylaymanki, Andijonda barchasi yaxshi bo'ladi, degan Samvel Babayan. Futbol panoramasi kanali o'z faoliyatini Telegramda ham davom ettirmoqda. O'zbekiston Futbol Guide so'nggi yangiliklar Telegram kanalimizda. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang.